9-o'z sinf. Hamma bormi? Hamma tayyormi? Tayyor. To'liqmi hamma? Yaxshi, barakalla. Huquqshunoslikdan bugun sizlar bilan gaplashadigan gapimizdan oldin uyga vazifani aniqlab olishimiz kerak. Biz sizlar bilan 9-sinfdan boshlab huquq asoslarini o'rganyapmiz. Nima uchun 9-sinfda biz huquq o'rganamiz? 9-sinfdan boshlab biz o'zimizni huquqiy asoslarimizni bilib olishimiz kerak. Asosiy huquqlarimizni, burchlarimizni bilib olish maqsadida jamiyatda o'zimizni to'g'ri pozitsiyamizni ko'rsata olish maqsadida va davlatimizni olib borayotgan siyosatini to'g'ri anglab, to'g'ri yetkazishni bilish uchun 9-sinflarda sizlar bilan huquq asoslarini o'rganib kelyapmiz. O'tgan darsda sizlar bilan huquqiy davlat haqida gaplashganmiz. Esinglarda bor-ya? Huquqiy davlat haqida gaplashishdan oldin avvalo biz bilishimiz kerak, davlatning o'zi nima? Davlat 1. Huquq degani o'zi nima? 2. Davlatda yashayotgan odamlar, jamiyat. Jamiyat degani o'zi nima? Qonun degani nima? U bizga nima uchun kerak degan savollarga javob topishimiz kerak bo'ldi. Men sizlarga shuni vazifa berganman. Birinchi savolim sizlarga, hurmatli o'quvchilar, qonun o'zi nima? Nima degani qonun degani? Kim javob beradi menga? Qizim sen turchi. Qonun bu odamlarning xatti-harakatlari va hayotiy faoliyatlarini tartibga solib turuvchi norma. Barakalla, to'xtatib o'tir, barakalla. Qonun bu odamlarning xatti-harakatlarini tartibga solib turuvchi norma ekan. Agar qonun bo'lmasa, jamiyat yoyilib ketadi. Shuning uchun ham qonun bizga kerak. To'g'ri. Jamiyat o'zi nima? Jamiyat deganimiz nima? Kim aytadi? Qani qizoqlarsan turchi. Jamiyat bu odamlarning o'zaro birlashib, ijtimoiy. Jamiyat bu odamlarning o'zaro birlashib, ijtimoiy munosabatlarga kirishib yashashiga aytiladi. Barakalla, to'xtatib. Jamiyat odamlar o'zaro birlashib, ijtimoiy munosabatga kirishib yashash tarziga jamiyat deyiladi. Jamiyatlar turlicha bo'ladi. Uni rivojlanishiga qarab, rivojlangan jamiyat, rivojlanayotgan jamiyat va rivojlanmagan qoloq jamiyat deydi. Bularning hammasi bu qonunlarga bog'liq, huquqimizga bog'liq. Inson huquqlari qanchalik himoya qilingan bo'lsa, shuncha jamiyat rivojlangan bo'ladi. Huquq o'zi nima edi? Kim aytadi menga? Huquq. Nima u huquq? Qani bolajonim Santurichi? Huquq qonun bilan himoya qilingan fuqaroni xatti-harakatiga va hayotiy faoliyatlariga huquq deyiladi. Baraka. Kim qaytaradi shu narsani? Qonun bilan himoya qilingan. Qonun bilan himoya kim qaytaradi menga? Qani qizoqlarim? Huquq degani bu qonun bilan himoya qilingan fuqarolarning xatti-harakati va hayotiy faoliyatiga aytiladi. Barakalla. Yoshlarni yodlab olishimiz kerak. Qonun bilan himoya qilingan xatti-harakatlarimiz huquq deyiladi. Barakalla. Ana bularning hammasi yig'ilib kelganda o'rtoqlar, hurmatli o'quvchilar, bizlarda biz orzu qilgan jamiyat, biz orzu qilgan davlat huquqiy davlat quriladi. U shunday davlatki, buni mana bunday belgilar bo'ladi. Har bir narsaning belgilari bo'lgani kabi huquqiy davlatning ham belgilari bor. Siz o'tgan darsda o'qidinglar, o'rgandingiz, kitobga qarab chiqdingiz. Hurmatli o'quvchilar, davlat tushunchasini anglab yetdik. O'zining chegarasiga, hududlariga, xalqiga, qonunlarga ega bo'lgan hududiy birlikka davlat deyiladi deb aytdik. Barakalla, buni bildik. Jamiyat deganda nimaligini anglab yetdik demak. Xo'sh, qonun nimaligini anglab yetdik. Huquq tushunchasini anglab yetdikki, bularning hammasi Qozog'iston Respublikasining asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiyamizda belgilangan. Ana shulardan kelib chiqib, biz orzu qilgan davlat, biz orzu qilgan jamiyat huquqiy davlat quramiz. Huquqiy davlatning belgilari bo'ladi. U shunday davlatki, uni bunaqa belgilari bo'ladi. Menga 4 ta belgisini sanab beringlar. Huquqiy davlatning asosiy qanaqa belgilari bo'ladi? Birinchisini kim menga aytadi? San qizing chiqadi. Qonun hamma narsadan ustun, qonun hammaga birdek. Barakalla, to'g'ri. Birinchi belgisi qonun barcha narsadan ustun. U lavozimiga, rangiga, millatiga qaramasdan qonun barcha narsadan ustun bo'ladi. Bu birinchi belgisi ekan. Barakalla. Yaxshi. Yana qanaqa belgilar bor? Huquqiy davlat. Ikkinchi belgisini kim aytadi menga?
davlat va shaxsning o'zaro mas'uliyati, ya'ni davlatning xalq fuqarolarning oldida o'zining vazifasi, o'zining burchi bor, xalqning ham davlat oldida o'zining vazifalari va burchlari bor. Bu huquqiy davlatning belgilari. To'g'ri aytding, barakalla, ajoyib. Ana endi 3-belgisi bor yana. Kim aytadi menga? Subhidam aytadi menga 3-belgisini. Sud mustaqil bo'lishi kerak. Sud mustaqil bo'lishi kerak. Qanday tushunasan buni? Huquqiy davlatda sud mustaqil bo'lishi kerak. Qonun hammaga birdek. Qonun hammaga birdek kerakmi to'ldiradi? Qanday aytib ko'rish? Sud mustaqilligi deganda sud hech narsadan qo'rqmasligi kerak va qonun asosida ish yuritishi kerak. Barakalla. Sud hech narsadan qo'rqmasligi kerak, daxlsiz bo'lishi kerak va qonun asosida u kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunga suyanib turib hukm chiqarishi kerak. Ana shuni bilib olishimiz kerak bo'ldi. Barakalla, bildinglar. Ana endi yana sizlarni bilimlarni mustahkamlash uchun, tekshirish uchun taqdirlov bermaslarga moslashtirish berasizlar menga, mana belgilab berasizlar, qaysi xronologiya, qaysiga qaysi to'g'ri keladi. Shuni qarzatib beraman sizlarga. 1 minut vaqt beraman. Menga belgilab berasizlar. Bu o'tirgan mavzular bo'yicha xronologiya, qonunlarimiz haqida, mustaqilligimiz haqida qachon qabul qilinganligi to'g'risida ta'riflar bog'laymiz. Huquqshunos o'quvchisi tarix fanini ham yaxshi bilishi kerak. 1 minut vaqt ketdi. Birinchisini sen aytasan. 1995-yil Konstitutsiyaga o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritildi. Noto'g'ri javob bo'ldi. Birinchisini qaytarib 1995-yil Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Barakalla, to'g'ri. Konstitutsiyamiz qabul qilindi. Ikkinchisini sen ayt. 2007-yil Konstitutsiyaga o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritildi. To'g'ri javob berding, barakalla. Yaxshi. Uchinchisiga san'at o'g'lim. 1991-yil Qozog'iston Respublikasi mustaqilligi haqidagi qonun qabul qilindi. Barakalla, to'g'ri javob berdinglar. Barakalla, yaxshi javob berdinglar. Tarqatma materiallarini eshitib, sizlar demak tushunchaga ega bo'ldinglar. Demak, huquqiy davlat qanaqa, uni qanaqa belgilari bo'lishi kerak, jamiyat haqida tushunchalarga ega bo'ldi. Mana Qaddosga qaraymiz. Davlat bu kim o'qib beradi menga? Savol ber davlat haqida. Davlat bu o'z xalqiga, hokimiyatiga, ramzlariga, qonunlariga, kursiga, siyosatiga ega bo'lgan hududiy birlik. Yaxshi. Ramzlar deganda nima tushunamiz? Ramzlar kim edi menga? Ramzlarimiz. Yer, Qozog'iston Respublikasining davlat ramzlariga yer, bayroq va gimn. Barakalla, to'g'ri. Yaxshi. Davlat haqida tushunchaga ega bo'ldi. Keyingisi biz jamiyat haqidagi bilimlarimizni mustahkamladik. Jamiyat degani nima ekan? Ekranda qaraymiz. Kim aytib beradi menga? Qani qizaloqlar sanaladi. Jamiyat bu fuqarolarning birlashib o'zaro ijtimoiy munosabatlarga kirishib yashash tarzi. Barakalla. Ijtimoiy munosabatlarga kirishib yashash tarzi. Har kuni bir ijtimoiy munosabat kirishamiz. Bitta masala kim keltirib oladi ijtimoiy munosabatga? Bitta masala. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat ham ijtimoiy munosabat. Barakalla. Ana bundan keyingisi biz sizlar bilan qonun haqida tushunchaga ega bo'ldik. Qonun o'zi nima ekan? Kim menga o'qib beradi? Kim menga o'qib beradi? Qizsan o'qiydi. Bu odamlarning xatti-harakatlari va hayotiy faoliyatlarini tartibga solib turuvchi norma. Norma. Tartibga solib turar ekan, to'g'ri. Kim misol keltiradi menga? Tartibga solishga bitta norma. Bitta misol keltiradi. Yo'l harakati qoidasida svetofor. Qizil chirog'i, sariq chirog'i, yashil chirog'i orqali bitta normaga misol keltirdim. To'xtatib, barakalla, juda yaxshi. Ana endi huquq degan tushunchaga ega bo'ldik. Huquq haqida kim o'qib beradi menga? Huquqni sanoq. Huquq bu qonun bilan himoya qilingan fuqarolarning xatti-harakati va hayoti faoliyati. Qonun bilan himoya qilingan shunday xatti-harakat ekanki, qonun nima qilib turadi bizlarni? Himoya qiladi. Barakalla, to'g'ri o'qidi, to'g'ri aytdik. Menga kim misol keltiradi? Bitta qonun meni himoya qiladi. Bitta kim misol keltiradi? Bitta kim misol keltiradi? Qonun meni himoya qilyapti.
O'ylanamiz. Video to'xtatib ketdi, o'ylanamiz. Atrofimiz hammasi qonliq. Ko'chada yurganmiz. Hammaga Kelish bizga kerak. misol keltirib, Yo'lda bor. to'g'ri aytaysan. Maktabga o'qish shart. 6 yoshga to'lgan o'g'il qiz 6 yoshga to'lgan bola maktabga kelib o'qishi, bilim olishi shart. to'xtatadi. Bu qonunga bitta misol. Shu qonun shu bolani himoya qiladiki, 6 yoshga to'lgandan keyin albatta maktabda kelib o'tiradi, maktabda bilim oladi. Demak, hayotimizning hamma jihatlarida huquqimizni qonun bizni himoya qilar ekan. Ana endi sizlar bilan gaplashdik, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mavzularimizni davom etkazamiz. Bugungi mavzuyimiz yangi mavzu. Konstitutsiyaviy tuzum asoslari degan mavzudamiz. Har bir davlatning o'zining tuzumi bo'ladi. Bizning tuzumimiz, davlatimizning tuzumi nimalarga asoslanib tuzilgan? Har bir imoratga solganga o'xshab davlatimiz ham quriladi. Ana shu haqda gaplashamiz. Tuzumimizda nimalarga e'tibor bergan? Shu haqda gaplashamiz. Konstitutsion tuzum asoslari. Konstitutsion tuzum asoslari. Konstitutsiyani o'zi nima edi? Kim aytadi menga? Konstitutsiya nima u? Qozog'iston Respublikasining konstitutsiyasi 1995-yil 30-avgustda qabul qilingan. To'g'ri. Bu 9 bo'lim 98 moddadan iborat. Konstitutsiya deganimiz bu baraka to'g'ri ayting. Konstitutsiya Konstitutsiya bu qonunlar to'plami. asosiy Asosiy qonunlar to'plami. asosiy qonunlar to'plami. To'g'ri ayting, barakalloh qizim. To'g'ri aytasiz. Sizlarning fikringlarning yo'nalishlari to'g'ri bo'lib turibdi. Men xursand bo'lyapman sizlarning fikringlardan. Asosiy qonunlarimiz asosida biz konstitutsiya asosida boshqa qonunlarimizni qabul qilamiz va davlatimizni qurar ekanmiz. Ko'z oldingizga keltiring, davlat, huquqiy davlat, uning qanaqa belgilari bor ekan? Shu haqida gaplashamiz. Qaranglar. Konstitutsiyaviy tuzum asosi degani ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqiy munosabatlar tizimi. Bu Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa konstitutsiyaviy huquqiy hujjatlar bilan tasdiqlangan va himoyalangan. Konstitutsiyaviy tuzum deganimiz davlatni tashkil etilishi konstitutsiyada tasdiqlangan aniq shakli va aniq usuli. Bizning davlatimiz qanaqa bo'ladi? Formasi qanaqa bo'ladi? Uni shakli qanday bo'ladi? Shu konstitutsiyamizda ko'rsatilgan va shu asosda davlatimiz qurilgan. Shu haqida gaplashyapmiz sizlar bilan. Ana endi konstitutsiyamiz 95-yil qabul qilingan, 30-avgustda 9 bo'lim 98 moddadan iborat dedik. U ana shu konstitutsiyamizning asosiy qonunlarimiz dedik. Ana shu asosida endi qarang. Konstitutsiyamiz tuzum asoslari. Shunaqa belgilari bor ekanki, shu belgilarni o'rganib bilib chiqsak, bizlarning ko'z oldimizda kartina paydo bo'ladi. Qozog'iston Respublikasi qanaqa davlat? Qanday jamiyati qanday? Ana shu haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ana endi birinchi ko'rinishi bizda Qozog'istonimizda eng qimmatbaho xazina inson va uning hayoti. Birinchi ko'rinish. Bizning davlatimiz shunday ekanki, bizda Qozog'istonimizda eng qimmat narsa bu kim ekan? Inson. Qanday tushunasiz? Kim tushuntiradi menga? Eng bebaho xazina bu inson. Kim qanday tushunadi? Birinchi bo'yicha. Qani? Inson juda qimmatbaho, insonning hayoti va katta ahamiyatga ega. Boshqa narsalardan burun avvalo inson hayoti va uning erkinligi davlat uchun katta ahamiyatga ega. To'ppa-to'g'ri. Zavod, fabrika yoki tabiat yoki trotuar emas, birinchi navbatda nima turadi? Inson hayoti. Shuna. Ikkinchi punktni kim o'qib beradi menga? Ekranda kim o'qiydi? O'qi qizim. Davlatning demokratik xususiyati. Biz Qozog'iston Respublikasida demokratik davlatda yashaymiz. To'ppa-to'g'ri. Demokratiya so'zi nima aslida? Demokratiya so'zi grek tilidan olingan bo'lib, demo xalq, kratos esa boshqaruv degan ma'noni bildiradi. Xalq hokimiyati degan ma'noni bildiradi. Demak, bizning davlatimiz qurilishi demokratik davlatda yashaydi. Biroq so'rasa bizlar aytishimiz kerak. Qozog'iston Respublikasi demokratik davlat deb aytishimiz kerak. Uchinchisini o'qiydi. Kim o'qiydi uchinchisini? Subqidan o'qi. Qo'rqmay o'qi.
Davlatning ijtimoiy xususiyati. Kim tushuntirib beradi? Davlatning ijtimoiy xususiyati degan nima degani? Sen tushuntirib bersan. Davlatning ijtimoiy xususiyati davlat xalqni yordam ko'rsatadi. Qariyalarga yordam pullari, ko'p bolali oilalarga yordam pullari beriladi. Bundan tashqari boshqa yordamlar ham ko'p. Ikkitasini sanab berdim, barakalla, yaxshi. Tuzumni keyingi ko'rinishi kim o'qib beradi? O'qisan. Xususiy mulkni tan olish barcha shakldagi mulk tengligi. Nima degani? Qozog'istonimizda deb boshlaymiz qani? Kim aytadi? Yana kim aytadi? Qozog'istonimizda mulkning barcha turlari mavjud. Kim qaytaradi? Bizning Qozog'istonimizda mulkning barcha turlari mavjud. Bizlarda mulkning 4 turi bor. Bu xususiy mulk, jamiyat mulki, shaxsiy mulk va davlat mulki. Davlat mulkiga bitta mulkni misol keltiradi. Barakalla, yaxshi javob berding. Qanday davlat mulki? Maktab. Maktab davlat mulki, barakalla, o'tir. Yaxshi, keyingisi ko'rinish kim o'qib beradi menga? Keyingisini? Dunyoviy davlat. Nima degani dunyoviy davlat deganimizda davlat din ishlariga aralashmasligi, din davlatlarning ishiga aralashmasligi deydi. To'g'ri. Tushundinglarmi nima degani? Din davlat din ishiga, bu dunyoviy davlat. Biz shunaqa dunyoviy davlatda yashayapmiz. Keyingi punktni kim o'qib beradi menga? O'qisan qizim. Unitar yaxlit davlat. Unitar yaxlitdagi davlat degani biz yagona davlatmiz. Bizning davlatimizga boshqa respublika yoki davlatlar qo'shilmagan. Qo'shilmagan. Shunaqa unitar emas davlatlar bormi yer yuzida? Qaysi aytadi? O'zbekiston va ichida Qoraqalpog'iston Respublikasi. Yana qaysi davlatni bilasiz? Kisaychi. Rossiya Federatsiyasi. Va Rossiya Federatsiyasi. Ukraina, Belarus. Rossiya Federatsiyasi tarkibida bir necha subyektlar bor. Ukraina, Belarus demak. Tushunarli. Demak, Qozog'istonimiz unitar davlat bo'linmaydi. Tushunarli-a? Dalshi. Keyingisini kim o'qiydi menga? Respublika boshqaruv shakli. Biz respublikamiz, respublika boshqaruv tarmoqlarga bo'linadi. Tarmoq to'g'ri. Nechta tarmoqqa bo'linadi? Parlament, qonun chiqaruvchi organ, hukumat, ijro etuvchi va sud. To'g'ri deya, bizda hokimiyat tarmoqlarga bo'linadi. Bir odamning qo'liga diktatura bo'lib yig'ilib qolmagan bizning davlatimiz. Parlament bor, hukumat bor va sud hokimiyati. Bir nechta tarmoqlar. Ular hammaning tepasida kim boshqarib turadi bizda? Prezident boshqarib turadi. Yaxshi, keyingisini kim o'qiydi? Mustaqil davlat. Qozog'iston Respublikasi mustaqil davlat. Biz o'zga davlatlardan qoidasiga qarab ish tutmaymiz. O'zimizning qoidamiz bor, o'zimizning qonunlarimizga rioya qilamiz. Barakalla. Bizning ichki va tashqi siyosatimiz o'zimizning xohishimiz bilan qonunlarimiz asosida bo'ladi degan. Biz shunaqa mustaqil davlatmiz bizlar. Bu bizning faxrimiz, bu tarixiy katta bir voqea. Biz mustaqil davlatda yashaymiz. Yaxshi, keyingisi kim o'qib beradi? Aholini davlat hokimiyatining yagona manbai sifatida tanish. Ya'ni hokimiyatning manbai xalqdir. Xalqining aytgani hamma narsadan ustun. Masalan, hokimiyatni ham xalq saylaydi. Juda yaxshi fikr aytdingiz. Barakalla qizim. Juda yaxshi. Xalq hokimiyatning asosiy manbai. Juda yaxshi fikr aytdi. Bildinglar, tushundinglar. Keyingi punktda. Keyingisi kim o'qib beradi? Prezident boshqaruv shakli. Bizning Qozog'istonimizda prezident xalqni boshqaradi, lekin xalq saylaydi. Boshqa mamlakatlarda esa podsholar, parlament yoki hokimiyat boshqaradi. Hukumatlar boshqarishimizda prezidentlik boshqaradi. Barakalla, juda yaxshi. Demak, juda yaxshi javob berdinglar. Konstitutsiyaviy tuzum, Qozog'iston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi nima deganda, siz mana shu 11 ta punktni bilishingiz kerak, anglashingiz kerak va tushuntirib berishingiz kerak. Tushuntirib bildim deb o'ylayman sizlarni. Bugungi mavzuyimizni anglab yetdinglar deb o'ylayman. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ana endi har biriga misol keltirib davlat demokratik xususiyati davlatning huquqiy xususiyati, davlatning ijtimoiy xususiyati misol keltirib berdinglar. Xususiy mulkning barcha turlari bizda bor ekanligini ko'rsatib berdinglar. Ayrim davlatlarda barcha mulkka ruxsat berilmagan. Bizlarning demokratik bo'lganligimiz belgisi ham barcha
mulkning turlari bor. O'zinglar aytdinglar, to'g'ri. Biz dunyoviy davlatmiz, u tushunarli bo'ldi. Biz unitar davlatmiz, bo'linmaydigan yaxlit davlatmiz. Biz respublikamiz, buni bilib olishimiz kerak. Biz mustaqil davlatmiz. O'zimizning ichki va tashqi siyosatimizni o'zimiz hal qilamiz degan ma'noni bildiradi. Aholini davlat hokimiyatini manbai sifatida taniymiz va bizda prezidentlik boshqarib, buni hammasini bilib oldik. Mana bu narsani tarqatib material asli bilib oldimlar. Birinchisini kim o'qib beradi menga? 8-sinfda Shetmozda kim? 1995-yil Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabullandi. Barakallah, to'ppa-to'g'ri. Ikkinchisini kim o'qiydi? Sen 2007-yil Konstitutsiyaga o'zgarishlar va qo'shimchalar o'zgartirishlar to'g'ri. 3-punktni kim o'qiydi? O'rta qatordan o'qisin. Sen qizim o'qiyapti, qizim. 1991-yil Qozog'iston Respublikasi mustaqillik haqida qabullandi. Qonun qabul. Barakallah, juda ham yaxshi. Ana sizlar bilan gaplashadigan gapimiz shu edi. Bugungi mavzuyimiz shu edi. Tushundinglar, angladinglar, bildinglar deb o'yladim. Savollarimga javob beryapsizlar deb o'yladim. Ana endi uyga vazifa beraman sizlarga. Uyga vazifa shu mavzudagi savollar qaytardik. Uyga vazifamiz 26-betdagi jadvalni to'ldirish. Kitobni ochinglar, tushuntirib beraman sizlarga yozimdan. Qaranglar, birinchisi Qozog'iston Respublikasi huquqiy mamlakat. Tushuntirib berasizlar bir so'z bilan. Tushuntirabdimi? Keyingisi Qozog'iston Respublikasi demokratik mamlakat. Tushuntirib berasiz. Xuddi shunday qilib mazmunlarni menga tushuntirib beradigan bo'lasizlar. Bugungi gaplarimiz shu. Barchanglarga rahmat. Yaxshi qatnashganinglar uchun baho qo'ydim. Xo'sh. Bugungi o'tirgan mavzu bo'yicha refleksiya yozamiz. O'zimizda, shuurimizda, ongimizda bugungi mavzu bo'yicha o'rganganlarni yozamiz. Birinchisi, bugun nima o'rgandim? Yozamiz daftarimizga. Ikkinchi, bugungi darsdan olgan taassurotlarim deysizlar va uchinchi, bugungi kayfiyatim. Bugungi kayfiyat. Qani so'rayman. Bugun kim nimani o'rgandi? Bitta so'z bilan aytsa ham mayli. Ketdik. Qani kim? Bugun men Qozog'iston Respublikasining davlatning xususiyatlarini o'rgandim. Barakallah. O'tir. Ikkinchi xabar kim edi? Kim nima o'rgandi bu vaqtda? Sen aytchi. Bugungi darsdan olgan taassurotlarim konstitutsiya tuzumlari haqida, qonunlar haqida tushunchaga ega bo'ldim. Barakallah, yaxshi. Bugun kayfiyatim bo'yicha kim nima aytadi? Kim so'z? Bugungi dars qiziqarli bo'ldi. Biz yana shunaqa darslarni ko'proq ko'proq o'quvchilar gapirsa, o'qituvchini ustozni gapirganini o'qitsa, o'zida aks ettira bilsa, darsimiz yana ham qiziqarli chiqadi. Qiziqarli chiqishiga o'quvchilarni xatti-harakatlarini harakatlariga bog'liq. Yaxshi, o'tir, rahmat hammanglarga. Barchanglarga rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur. Bugungi darsimiz tugadi. Rahmat.